Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimizda biz Blender to'g'ri versiyasi bilan boshlab olamiz va shuningdek bugungi darsimiz asosiy maqsadi bu arkonlar, ya'ni ustunlarga biz besak sifatida LED chiroqlarni qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va bundan oldin biz, ya'ni boshlash bilan Shift A tugmasi bilan yangi curve qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rganingizdek bizning curve'imiz qo'shildi. Buning uchun biz ko'rinish uchun GZ tugmasi bilan yuqoriga ko'tarib olamiz mana. Va bunga yaqinlashtiramiz obyektga va bu curve'ni o'zini data propertiesga o'tgan holda geometriya bo'limidan round bevel va buni biz depthni biroz qalinlashtiramiz. Va ko'rganingizdek bu qalinlashdi va undan keyin ekranimizni ikkiga bo'lamiz, ya'ni vertical split shaklda. Ya'ni bir tomon ekranda bu natijasi va bu tomonda esa biz shader editordan foydalanamiz. Va bundan keyin new tugmasini bosamiz va bosganimizdan so'ng bizga yangi nodlar qo'shiladi. Ya'ni end tugmasini bosib buni o'chirib qo'yamiz. Bundan tashqari biz Shift A tugmasi bilan, ya'ni gradient text va colorni biz color base colorga emas, ya'ni alfaga bog'laymiz. Va buni bog'laganimizdan so'ng biz yana bir narsani, ya'ni bizga kerak bo'lgan asosiy nodlardan yana biri bor va buni qo'shishimizdan oldin biz ya'ni bir narsaga ishonch hosil bo'lishimiz kerak, ya'ni editga o'tgan holda va preference va add-on o'tamiz va undan so'ng ya'ni node deb yozamiz. Va bu yerda ko'rganingizdek node wrangler, ya'ni add-oni bor va uni biz bosib qo'yganiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rganingizdek bu bosilgan ekan va undan so'ng buni X tugmasini bosgan holda chiqib ketamiz. Gradient textureni qayta bosib va Ctrl T tugmasini bosganimizda ko'rganingizdek avtomatik jihatdan yangi nodlar qo'shildi. Va shuningdek bizga kerak bo'ladigan yana bir usullardan yana biri va bundan tashqari hech qachon esingizdan chiqarmang, ya'ni cycles turish kerak, ya'ni render qilayotganimizda va GPU compute holatda bo'lishi kerak. Bu arkonlarni siz internet magazinlardan ham yuklab olishingiz mumkin. Va bundan tashqari biz ya'ni render bo'limiga o'tamiz va buni biz show overlay ni o'chirib qo'yamiz va undan so'ng ya'ni world ni qorong'i shaklda tuzamiz. Va bundan oldin biz bizni kerakli asosiy manbamizni tanlagan holda va emissionni, ya'ni strength ni biroz ko'taramiz. Va ko'rganingizdek strength biroz, ya'ni strength ancha ko'tarildi va shuni aytadi. Va backgroundni biz nolga tushiramiz. Va ko'rganingizdek yorug'lik bilan tarqaldi. Endi biz bunga bloom qo'shishimiz kerak bo'ladi. Bloom funksiyasi bu yorug'likni tabiiy shaklda yoritish hisoblanadi. Bundan oldin biz ya'ni shaderni o'ng burchagini bosgan holda kompozitorni disable dan always ga o'tkazib qo'yamiz. Va ko'rganingizdek va biz buni shader editordan kompozitorga o'tamiz va undan so'ng use node ni bosamiz va ko'rganingizdek bu yerda kompozitorda ham yangi nodlar chiqadi. Va shuningdek Shift A tugmasi bilan ya'ni glare ni bosamiz va sichqonchani bu ipiga olib borganimizda o'zi avtomatik jihatdan bog'lanadi. Va natija ko'rganingizdek biroz g'alatiroq va buni to'g'rilashimiz uchun biz Strexdan ya'ni bloomga o'tamiz. Mana ko'rganingizdek tabiiy ravishda nur sochyapti. Va undan tashqari biz biroz buni sozlanmalarni ham to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Va shundan keyin shader editorga o'tamiz. Yana biroz to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu rangini siz xohlaganingizda o'zgartirishingiz mumkin va ko'rganingizdek mana ko'kimtir rangda juda ham chiroyli va ko'rinish berdi. Va undan so'ng ya'ni UV dan vektor qazib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu yerda az ko'rganingizdek ya'ni boshlanishi hosil bo'ladi. Yana bir marta ko'rsataman mana. Generate vektor yo'qoldi va UV vektor va yana hosil bo'ldi. Bu yerda ham chegara yo'q, faqat bu yonda hosil bo'ldi. Endi Shift A tugmasi bilan ya'ni color rampni qo'shamiz va sichqonchani olib borib ipga bog'laganimizda o'zi avtomatik jihatdan bog'lanadi. Va ko'rganingizdek buni yurganimda va bu ham ya'ni yurishni boshladi. Va shuningdek bu tomonni bosaman va yana plus bosganimda o'rtaga tushadi. Va buni biroz uzoqlashtirib, buni bosib va rangini
ya'ni qora shaklga keltirishim kerak bo'ladi. Buni rangini to'g'rilab oldim. Mana ko'rganingizdek, biz buni rangini biroz ko'taramiz, yorqinroq hosil bo'lish uchun. Ya'ni o'zingiz xohlagan darajada bu curvedagi yuza bo'ylab, ya'ni taqsimini olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni color ramp orqali. Va undan tashqari, mapping node locationida siz ya'ni o'zingiz xohlagandek mana yorug'likni yurdirishingiz mumkin. Ya'ni yorug'lik bir joydan ikki joyga xuddi ko'chayotganga o'xshaydi. O'sha jarayonni amalga oshirdik. Bundan tashqari bizga kerak bo'ladigan yana bir xususiyatlardan biri, avvalo biz buni ya'ni object mode dan edit mode qilishimiz kerak bo'ladi. Va o'tib oldik va bundan tashqari bu shaklga o'tganimizdan so'ng, ya'ni obyektimizni biz o'chirib tashlashimiz kerak bo'ladi. O'chirib tashlashimizdan oldin edit bo'limida preference'ni o'tamiz va biz yangi node, ya'ni add extra core object buni yoqqan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Bu add-on hamma Blenderda ham bo'lmasligi mumkin. Buni siz internet yuklab olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni men sizga examples shaklida ko'rsataman. Mana bu yerda ko'rganingizdek extension blender.org bu saytida, ya'ni extra core object deb qidirganingizda mana shu holat chiqadi va drag and drop in Blender. Buni tortib Blenderga tortganingizda o'zi avtomatik jihatdan bog'lanadi. Endi shunday ekan, buni tanlaganimizdan so'ng bizga kerak bo'ladigan yana bir narsa tanlaymiz va X tugmasini vertexni bosib o'tib tashlaymiz. Siz xavotirlanmang, bu bizni manbayimiz, ya'ni curve'imiz o'chib ketadi deb, va undan tashqari Shift A tugmasi bilan va bu yerda bizga kerak bo'ladigan yangi spiral tanlaymiz va Archimede'ni tanlaymiz. Archimede'ni bosamiz va curve orqali, ya'ni uni biroz yuqoriga ko'taramizda va turnni o'zgartiramiz. Mana ko'rganingizdek, xuddi aylana shaklda hosil bo'ldi va buni biz endi tanlagan holda xohlagan ko'chirishimiz mumkin. Masalan, A tugmasini bosib, ya'ni polni tanlab olamiz hammasini. Z o'qi bilan yuqori ko'taramiz va G X tugmasi bilan, ya'ni yonga surib olsak bo'ladi. Ko'rganingizdek, curve'lar ko'payib ketdi, lekin biz buni va tab tugmasi bilan obyektga o'tib olamiz va undan so'ng, ya'ni bir avvalo biz ya'ni origin to geometry qilib olamiz va bu tag sifatida turgani yaxshiroq, ya'ni buni ichidan yorug'lik xuddi chiqqanga o'xshaydi va bunga bizga hozircha bu yetadi. Va undan so'ng biz yana, ya'ni render ko'rinishga o'tamiz va ko'rganingizdek, mana yorug'lik sifatida berganimizda, ya'ni xuddi arkonni aylanganga o'xshaydi va buni rangini biz ham biroz o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Mana o'zingiz xohlagan ko'rinishda rang berishingiz mumkin. Masalan, och sariq rangda. Buni ham biz biroz epaqqa keltirganimizdan so'ng va locationni yana o'zgartiramiz. Va shunday ekan, biz yana qaytamiz va node tanlagan holda Shift tugmasi bilan va X tugmasi bosgan holda biz buni ko'chiramiz. Ko'rganingizdek, yaxshi holatda ko'chdi va hammasini ham shu holatda, ya'ni Shift va X tugmasini bosgan holda ko'chirib olamiz va Shift X. Biz bu 4 tala arkonda ham, ya'ni yorug'likni hosil qildirib oldik. Har bitta bu addonni hosil qilish uchun va 4 tugmasini bosamiz. Bu o'zi uchun va bu ham o'zi uchun va bu ham o'zi uchun, bunisi ham o'zi uchun bo'ladi. Va ko'rganingizdek, biz hozir yorug'likni, ya'ni rangini o'zgartirishga harakat qilamiz. Masalan, buni sariq bo'ladigan bo'lsa va bu ko'rinishda biz, ya'ni yashil ko'rinishda o'zgartiramiz va bunisini esa, ya'ni ko'k ko'rinishda o'zgartiramiz va bunisini biz qizilga yoki pushti aralashgan holda o'zgartiramiz va buni render holatini ko'rishingiz mumkin. Mana turli xil o'lchamda va turli xil
holatda hosil bo'ladi. Va buni biz shunday ekan biz vektorni, ya'ni bu holatni tanlab olamiz va undan so'ng control tugmasini, ya'ni sichqonchani olib borib o'ng tugmasini bosganimizda insert keyframe ni, ya'ni avvalo biz to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Yana shunday qidiramiz va bu holatda biz sichqoncha o'ng tugmasini bosib insert keyframe tanlaymiz. 30 qilib va biz buni ya'ni insert keyframe qilamiz. 30 ko'rinishda. Xuddi shu holatni bunga to'g'rilab olamiz, ya'ni buni ham insert keyframe qilib to'g'rilab olamiz va 30 da esa va buni ham ya'ni orqaga surgan holda yuqoriga ko'tarib insert keyframe to'g'rilab olamiz. Ya'ni o'zingiz xohlagandek shaklda, ya'ni muzikalniy jarayon hosil qilishingiz mumkin va 55 da, masalan 55 da buni tanlagan holda biz buni ham ya'ni insert keyframe qilib to'g'rilab olamiz va undan tashqari 75 qilgan holda va yuqoriga ko'tarib buni ham insert keyframe to'g'rilab olamiz. Va buni ham biz biroz ya'ni pastga tushirib olamiz va sichqonchani bosib o'ng tugmasini bosib va 100 da esa insert keyframe. Buni ko'rishingiz mumkin jarayonda, xuddi arkonga muzikalniy jarayon qo'yilgandek bo'ldi. Buni biz render qilishimiz mumkin. Render qilishda asosan bu jarayon o'tamiz 24 fps yoki xohlasangiz 30 fps da va bu yerda o'zingiz faylni tanlagan holda va VPNni PNGni FFmpeg video shaklida keltirib va render image, render animation bosasiz va shu bilan sizni asosiy videongiz hosil bo'ladi. Va agar bu natijasini yana bir borda ko'rishingiz mumkin.